Manchester City mag'lubiyatga uchraganiga qaramay, Abduqodir Husanov juda ham yaxshi o'yin o'tkazdi. O'yinni ko'rgan odamlar meni gapimga 100% qo'shilishadi. Uzbek Beckenbauer. Aynan shunaqa nom. City muxlislari Abduqodir Manchesterning oyning eng yaxshi o'yinchisi bo'lganidan keyin shunaqa nom unga qo'yishdi. Nimaga unaqaligini va o'yinda qanchalik zo'r o'ynaganligini hozir biz gaplashamiz. Faqat oldin videoyimizga like bosib qo'ying va kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Undan keyin esa mana shu futbolchi kimligini kommentariyaga yozing. Ko'rib turganingizdek, ismidagi bir xil harflari olingan. Agarda bu o'yinchi kimligini ham bilgan bo'lsangiz, javobingizni izohlarda kutib qolaman. Shuna qilib, O'zbek Beckenbauer bu Germaniyaning afsonaviy himoyachisi Beckenbauer nomidan olingan. Bilmaydiganlar uchun aytib o'taman, bu Bavariyaning, Germaniyaning va nafaqat ularning, balkimda butun dunyodagi o'zining davridagi eng zo'r himoyachilardan biri edi. U tez va juda kuchli edi. Shuning uchun City muxlislari uni Abduqodir Husanovga o'xshatishdi va aynan Nottinghamga qarshi o'yinda Husanov nimaga uni Beckenbauer bilan taqqoslashayotganini isbotlab berdi. Agarda Abduqodirning o'yindagi harakatlarini ko'rmoqchi bo'lsangiz, hoziroq Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Sizga havolani kommentariyada qoldirib ketaman. Lekinda qisqacha gapiradigan bo'lsak, Wood, ya'ni Nottingham Forestning hujumchisi, Premier Ligadagi eng kuchli va bag'aybat o'yinchi. Hozirda to'p urarlar bo'yicha Erling Haalanddan atigina 2 golga qolib ketayotgan futbolchi bo'ladi. Va tushunganingizdek, Abduqodir bu o'yinchiga hech qanaqa yo'l qoldirmadi. Qisqacha gapiradigan bo'lsak, yeb qo'ydi. Mana o'yinni ko'rgan odamlar gapimga qo'shiladi. O'yinni ko'rmagan bo'lsangiz, shu vaziyatlarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, hoziroq yana bir bor Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Qachonki video tayyor bo'lsa, u yerga bittada qo'yib yuboramiz. Ayniqsa birinchi bo'limda Husanov Woodga kopta tushganda bittada olib qo'yayotgan edi. Olib qo'yish u bitta gap, lekin bu o'yinchini itarib uni maydondan chiqarib yuborish bu boshqa gap. Bu o'yinchilarni yonma-yon qo'yadigan bo'lsangiz, rostdan ham Wood o'zbek polvonidan 2 barobar emas, balkimda 1,5 barobarcha kattaroq. Lekin shunga qaramay Husanov nafaqat qo'rqmadi, balkimda uni yana bir bor qaytarib o'taman, yeb qo'ydi. Oxiri esa bu o'yinchi chidolmasdan unga qo'pol tarzda o'ynashga majbur bo'ldi. Lekin vaqtimizga Husanov turib o'yinni davom ettirdi va umid qilamiz hech qanaqa jarohat olmadi. Chelsea ga qarshi o'yindagi Husanov bilan shu Husanovni taqqoslaydigan bo'lsangiz, bu mutlaqo boshqa o'yinchilar va borgan sari Abduqodir o'zini yaxshiroq va yaxshiroq ko'rsatyapti. Agarda Manchester City yanada g'alaba qozonishni boshlaydigan bo'lsa, hamma o'yinchilar o'zining darajalariga chiqib, oldindagi hammani yutishni boshlasa, ana o'shandagina Abduqodir Husanov dunyodagi eng yaxshi himoyachilardan biri deb tan olinishi mumkin. Umid qilamiz bu yili Pep Guardiola jamoadagi muammolarni hal qilib, keyingi yili oldindagi kuchli Manchester Cityni ko'ramiz. Bu esa o'yindan keyin sizga eng tezkor o'yin haqidagi ma'lumotlar edi. Bir bor eslatib o'taman, Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Siz bilan esa futbol tahlili kanali edi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.